Aslida bu jang bo'lishiga juda oz qolgan edi. Chunki Jastin Getjiga qarshi jang tasdiqlangandan oldin menga aynan Islomga qarshi jang taklif qilingandi. Dana Oq uyda o'tadigan kart haqida e'lon qilish arafasida ekanini aytgan. Shuning uchun men o'sha paytda o'zimni Islom bilan jang qilaman deb hisoblaganman. UFC'dan kelgan qo'ng'iroqlardan ham shunday xulosa chiqargandim. Birinchi taklif qilingan jang aynan u edi. Biroq hamma narsa kutilmaganda o'zgardi. Men uxlab yotgandim. UFC'dan, ayniqsa Markdan taxminan 100 ta qo'ng'iroq bo'lgan. Ular Islom jarohat olganini va uning o'rniga Jastin Getjiga qarshi jang qilishim kerakligini aytishdi. Shunday qilib, rasmiy e'longa bir necha soat qolganida ham men Islom bilan jang qilishimga to'g'ri kelayotgan edi. Ammo bu jang amalga oshmay qoldi. Seni bir necha yil avvalgi taxminingni hisobga olsak, bu seni ozgina bo'lsa ham afsuslantirdimi? Bu vaziyat haqida so'ralganda afsus bor yo'q ekanligi haqida ortiqcha hissiyotga berilmasdan gapiraman. Chunki menga bog'liq bo'lmagan vaziyatlarga emotsional yondashmayman. Agar jang bo'lishi kerak bo'lsa, u albatta bo'ladi. Agar bo'lmasa, demak hali vaqti emas. Lekin baribir menimcha bu jang kun kelib bo'ladi. Hech bo'lmasa shunday bo'lishini umid qilaman. Balki yil oxirigacha bu imkoniyat paydo bo'lar. Bu jangdan keyin esa kim biladi, ehtimol nihoyat o'sha kutilgan to'qnashuv sodir bo'lar.